Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Oxirgi kunlarda ko'pchilik buxgalterlar tomonidan aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisi bo'lgan 2023-yilda ochilgan korxonalarning 2024-yildagi barcha oborotlarni qo'shilgan qiymat solig'iga tortish haqidagi talabnomalar kelganligi haqida bizga murojaat qilishmoqda. Ushbu talabnomada soliq organlari 2024-yil davomida korxona aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisi bo'lishiga qaramasdan 2024-yildagi barcha aylanmalarni qo'shilgan qiymat solig'iga tortishini va qo'shimcha soliq hisoblashini talab qilmoqda. Bu o'rinda soliq organlarining pozitsiyasi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini keling misol bilan ko'rib chiqamiz. Keling hozirgi holatni Smart mas'uliyat cheklangan jamiyati misolida ko'ramiz. Demak, bu korxona haqiqatda mavjud va soliq organlari tomonidan hozir aytganimizdek talabnoma kelgan korxona hisoblanadi. Ushbu korxonamiz demak 1-noyabr 2023-yilda tashkil qilingan, aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisi hisoblanadi. Korxonaning 2023-yildagi tovar aylanmasi 200 million so'mni tashkil qilgan. Ushbu korxonani buxgalterini yoki rahbariyatini xatosi nimada bo'lgan? Demak, soliq organini talablari qanchalik to'g'ri? Soliq kodeksini 462-moddasida shunaqa talab bor. Agar korxonalar yil davomida tashkil qilingan bo'lsa, ya'ni yangi qilingan korxonalar o'sha ochilgan sanadan boshlab keyingi yilni, o'sha yilni oxirigacha 31-dekabrgacha korxona necha kun mavjud bo'lgan bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish chegarasi qayta hisoblanib chiqadi. Agar ushbu holatda korxonani oboroti o'sha chegaradan baland bo'ladigan bo'lsa, keyingi yilni 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishi lozim bo'ladi. Demak, ushbu korxonada nima xatolik bo'lgan? Ushbu korxona 23-yilda tashkil qilingan, demak tovar oboroti jami daromadi 200 million so'mni tashkil qilgan. Soliq kodeksining 462-moddasi talabi bo'yicha korxona uchun QQS chegarasini qayta hisoblab chiqamiz. Demak, korxona noyabr oyida ochilgan bo'lsa, noyabr oyida 30 kun, dekabr oyida 31 kun, jami 61 kun mavjud bo'lgan 2023-yilda. Demak, 1 milliardlik QQSga o'tish chegarasini 365 ga bo'lamiz va 61 ga ko'paytiramiz korxona mavjud bo'lgan kunlarga. Korxonani yangi chegarasini topib olamiz. Korxonaning yangi chegarasi 167 million 123 ming 287.67 so'm ekan. Agar korxonani, demak 23-yildagi aylanmasi bu summadan baland bo'lsa, korxona 2024-yil 1-yanvardan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishi shart bo'ladi. Agar bu summadan kam bo'ladigan bo'lsa, 2024-yilda ham aylanma soliq to'lovchisi, aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisi sifatida qolishi mumkin bo'ladi. Demak, bu korxonani xatosi nima bo'lgan? Xatosi mana shu chegarani hisoblab olmagan. Ya'ni 167 million chegara, lekin 200 million oborot qilgan va o'z-o'zidan korxona 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishi lozim bo'lgan. Lekin korxona 2024-yil davomida, demak, oboroti 900 million so'mni tashkil qilgan. 2024-yil davomida korxona aylanma soliq to'lovchisi bo'lib qolgan va 900 million so'mdan 4% 36 million so'm aylanmadan olinadigan soliq to'lovini to'lagan. Endi soliq organining talabi va qo'shilgan qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblashi qanday hisoblanmoqda? Soliq organi shunaqa xabarnoma qilganki, soliq kodeksining 462-talabiga asosan sizning korxonangiz 1-yanvar 2024-yildan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishi lozim edi va sizning korxonangizning 24-yildagi oboroti 900 million so'm bo'lgan va bundan 12%, ya'ni 108 million so'mlik qo'shilgan qiymat solig'i hisoblashingiz va byudjetga to'lashingiz kerak edi deb talab qilmoqda. Bu o'rinda soliq kodeksiga asosan soliq organining talabi o'rinli hisoblanadi.
Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi foyda solig'i ham to'lashi lozim bo'ladi. O'rtacha korxonani demak savdo ustamasi 20% deb hisoblaganimizda 900 millionda 20%, ya'ni korxonani foydasi 180 million so'mni tashkil qiladi va bu 180 million so'mdan taxminiy 15% soliq hisoblanadi. Demak, talabnomada soliq organi talab qilmoqdaki 108 million so'mlik qo'shilgan qiymat solig'i to'lashdi va foyda solig'ini taxminiy summasi mana shu 27 million so'm. Jami 135 million so'mlik soliq qo'shimcha hisoblab bermoqda. Demak, agar korxona bu soliqlarni to'laydigan bo'lsa, 2024-yil davomida aylanmadan olinadigan soliq, to'lab qo'ygan soliq to'lovi qaytarib beriladi. Va o'z-o'zidan umumiy soliq yukidan aylanmadan olinadigan solig'i minus qiladigan bo'lsa, 99 million so'm korxonaga soliq hisoblanib ketmoqda. Bu yerda bitta o'sha chegarani hisoblash va QQSga o'tish talabini bilmaslik yoki vaqtida o'tmaslik korxonaga taxminan 100 million so'mlik qo'shimcha soliq hisoblashga olib kelmoqda. Bu yerda yana bir tomoni bor. Agar korxona o'z vaqtida qo'shilgan qiymat solig'iga o'tganda edi, mana shu yerdagi 108 million so'mlik qo'shilgan qiymat solig'i uning kontragentida zachotga olinar edi. Ya'ni korxona bu QQSni o'zini hisobidan to'lashga to'g'ri kelmas edi, kontragentidan pulini olib byudjetga to'lab berishga to'g'ri kelar edi. O'shaning uchun baribir qonunlarni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ushbu holatda soliq organini pozitsiyasi bizning fikrimizcha to'g'ri hisoblanadi. Chunki haqiqatdan ham soliq kodeksini talablari bo'yicha korxona demak o'z vaqtida kerakli soliq rejimiga o'tmagan. O'ylaymizki, sizda ham shunaqa holatlar yoki shunaqa muammo xabarnomalar bo'lsa, bu sizga, agar sizning korxonangiz 24-yilda ochilgan bo'lsa, bu sizga ham o'zingiz korxonangizni qayta tekshirib ko'rish uchun signal bo'lishi kerak. Sababi 2024-yilda korxonangiz ochilgan bo'lsa va 25-yilda ham aylanmadan soliq to'lovi to'lab yurgan bo'lsangiz, xuddi shu narsa sizda ham takrorlanmasligi uchun 2024-yilda korxonangiz ochilgan sanadan boshlab 31-dekabrgacha korxonangiz mavjud bo'lgan kunlarni hisoblab va o'zingiz uchun chegarani hisoblashingiz va siz qilgan оборотni hisoblashingiz va bu ikkalasini solishtirishingiz lozim bo'ladi. Agar sizni o'sha chiqqandagi summadan sizni обороtingiz kichkina bo'lsa, sizga hech qanday muammo yo'q. Siz to'g'ri ishlayapsiz, to'g'ri soliq rejimidasiz. Agar sizda ham xuddi mana shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni 24-yildagi chegarangizdan ko'ra siz qilgan оборот baland bo'ladigan bo'lsa, siz 2025-yilda 1-yanvaridan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishingiz lozim bo'ladi va bugungi kunda soliqlarni noto'g'ri soliq rejimida soliqlarni noto'g'ri to'layotgan bo'lib qolasiz. O'ylaymizki, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda taklif, fikr, mulohazalar bo'lsa, kommentariylarda yozdirib qolishingiz mumkin. Unutmang, ilm olishga kiritilgan sarmoya har doim eng yaxshi daromad keltirgan. Rahmat, sog' bo'ling.